Mana fleshni qo'yganimizdan keyin mana flesh bilan yudek motorni ichini ochaveramiz hozir. Bas qarayib ketganini ko'rsataman. Mana qarayib ketgan o'ta darajada. Flesh bilan shuni yuvib turish kerak 5-6 martada. Fleshni qanday ishlatish kerak degan savol ko'p bo'ladi. Fleshni masalan to'karmasdan oldin fleshni ustiga solaveramiz. 3 minut davomida yoqib turamiz, zavod qilamiz. Mana endi sparkni flesh bilan yurganimizdan keyin nimasini ochib oladi mana moy filtrini. Qorayib ketgan. Endi filtrlarni qo'yib, maslahat solsak tamom.